Biz hozir Forum 2010dan foydalanib birinchi mashqni ishlaymiz. Birinchi mashq bu asosiy nimalarni tashkil etadi degan vaqtda bir nechta turli mazmun ham shu mazmunniki mundarisi ash mundarijga xalon turini bosgandan keyin shuni munosabatli mazmunni bet atlablan bevosita ichib berish ya'ni ulanma harakat undan boshqa kunubka qatorliq iqtidorlari birgalashgan mashq ma'lum. Tushundingmi? Xo'sh, unda bo'lsa biz ishni boshlaylik. Avval mana shu yerdan xalon bir uslubni tanlab oldik, bir uslubni muqim ishlatib, shu bo'yicha yozsak bo'laverdi. Mesela temiz değil. İkinci betne maya kurduk. Keşiden ikinci bet maya kuruldu. Ama ikinci bet kurga vakta maa üstün gördünüz mü? Bu baş temizlik maske oldu. Yani bunun için üstüge şundaki mavzusu astığa köperek mezmunların yeri çıkması oldu. Şuna koy. Ondan olsa bunu basımız. Maya gel. Kompüter cemiyeti biz olduk. Çek kichikroq bo'lsin. Endi bu ustiga chiqsin mayaga. Bo'ldimi? Andan keyin ma'nomizni bu mayagacha kelsin. Ma'lum kecha, mazmun ondan başlansın. Xat nusxasi Uyg'urcha alkat basmada to'g'rilanadi. Bu yerda kompüter jamiyat deganda temini qanday qo'yib bo'ldi qanday? Bu mundaris bo'ldi ma, tushundingizmi? Ma aslidagi ma'lumot bilan qarzdimsin. Siz bu mazmun yozsangiz ham bu yer yo'q edi. Ana mazmun bo'lmasa, misol chiqib qoldi. Buning ichidan 6 xil turlarni qistirish bo'ldi demoqchi. Ya'ni jadval, diagramma, o'zi tanlab bergan shakllar, rasm, kislorod rasm mesela mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tür mezun var edi. Bir betnin içinde ha. Bir hücretin içinde 6 tür mezun var edi. Bu ne emdi? Sen masaya silüetip oturdan çıksın. Anladın ki biz muş betnin özüne maya yeni bir ayrım bir bet kusursak şu betteki mezmununki xat nusxasini, xat cho'nig'ini, xatning yo'nalishini, qatorliqlarni hammasini ayrim birdan oldirmay tanishga to'g'ri keldi. Tushundingmi? Shuning uchun mush navbatdagi betning o'zini bir nusxa ma'lum o'nchiga ko'chirib, endi mayaga chaplab ishlasak bo'ladi. Masalan, ma'lum o'nchiga ko'chirdik. Mayaga chaplab berdik. O'sha chiqdimi? Ha, o'sha chiqdi. Ma 3-chi betni bo'ldi, ustiga turib, mush navbatdagi betning ustiga ma'lum o'nchiga bilan mayadan. Fuji xonofin biyos besasizmi? Yana bir nusxa chiqib bermaydi. Tushundingizmi? Endi bu birinchisi qaysi? Kompüter nima shunaqa? Ma muqovisi, ma mundarisi. Ana bu yerga kompüter degan nimada bir motor bo'lsin. Ondan keyin mayaga bu 5 nira boshlab mayadan.
Mesela yes bo'ldi-ku. Ana buniki ish qo'llari mayda boshlansin, ha. Buning tashqar mayda boshlansin mana. Ana buning o'zimi abzasini. Ikkiga o'xshab chiqsin mangdek. Ana mazmunni tanlab oldik. Tanlab olgandan keyin buning o'zi soya. Soyani oxirini xat kelsak, bir chiroq chiqadi. Tushunamki? Mana buni soy bir qo'yli. Soy. Maqit qarang, ha? Ma jamiyatning qani mana soy bormi? Yo'q. Bor, mana yo'q. Bor. Navsa, hammasi yurayaptim. Hamda mushnimizni yana qanday qildim? Ko'paytirdim. Ko'paytirib keyingi nima ketdi? Kompyuterni ishlatilishi shunaqa. Qisqartib yezib o'tiray. Yana buni nimaga ko'chirib oldim. Ana bu yoqqa qaramasak, yani kompyuterning o'minishi. Buni yozib qo'ydik. Endi uni keyingicha kompyuter bizlar nima olib keldi. Buni mana yozib qo'yay, ha. Shuni o'zitay. Kompüterning o'minishi. Mana. Mavcha. Bunun kengisi. Kompüter to'g'ri foydalanish.
Onun keyingisicha kompyuter va uchur. Şuna ma'lumotga yetirdi. Ham yozmasak har bir turda gap chiqqanda. Endi boshqa jarayonlarni ishlaymiz. Birinchi bet kompyuter jamiyat shunaqa. Kompyuter jamiyat bu ustiga chiqsin. Maqsad mayga kelsin. Endi bu yerga biz kun-kuni bir nurlashtiramiz. Marhamat degan kun-kuni. Mana birni men siz oldikmi? Endi siz hech qanday ishga ham qaramaylan bevosita kontasini xatni yozsangiz ichiga yozib chiqadi. Tushundingizmi? Bu xat Uyg'urcha xat o'ndan boshlansin. Endi xatning ustimida bo'lsin. Xat cho'nroq bo'lsin. Endi buniki mana kuni shaklini mana go'shilsin. Savol shakli o'zgarib berilmaydi-na. Ana ma xatniki rangini mana bo'lsin. Mana bo'lsin. Endi bu yerda bunda bir masala. Mushu birinchi bet muqovishiga siz maymush marhamat degan xatni bersin yoki marhamat degan xatni bosmayman bekorni bersin. Baribir mana ikkinchi bet o'tamdi. Uni o'tmaydan qilib bo'lamdi. Mana u chexan kirgandan keyin, men mavzuni chekkandan keyin degan oldik ben eletimiz shunami? Endi boshqa siz cheksinmi, hatto mavzuni turib chiqib dastingiz o'tmaydi. Endi biz mushu marhamat degan xatning kuni kusiga may birinchi chekib oldik. Chekib olgandan keyin men chora qilsangiz bu yerda donzo yana erkak qiz turish, erkak bosimiz. Endi bu donzoning ichida ikki xatalashtirib deb o'tgan oldin soati biz. Buning birisi mavzuni chekkandan keyin ega bo'ldi. Ya'ni mavz chekkandan keyin kuch ega bo'ldi. Shu vaqt ishlaydi. Ikkinchisi mavzni shunoq hozir yaqin egam qo'ysaqqa hozir yaqin egam qo'ysaq, ya'ni mavzniki silkisi mushu marhamat degan ustiga keslam darhol shuni harakati ijro bo'ldi. Tushundingizmi? Shoma ikkisiniki men farqini bildim. Bu boshqaniki men keyingi bet ejasini ham beradi. Shaychan Xonofiyana buni harakat bilib bo'ldi. Endi ikkinchi betdan boshlab biz buniga nima qilamiz degan vaqtda bir qator kun bilan istaymiz. Masalan mana maysi bo'ldi. Bu Dikkat qilin, qo'ldagi kesakni qo'yib. Mana bo'lsin, marang bo'ldi ekan.
Endi men oldingi shunaqa oldin kumtasini kontrolini bestirib, buni so'l tortdik. Mana kelma. Bu başlat. Bu avval buni ko'paytirib hammasini o'lcham to'g'rilayam. Kun-kundan 5 ta lazım menga, jiq emas. Mavu keyingi bo'lsin. Mavu boshbat. Mavu mundaricha. Mavu oxirlashish bo'lsinmi? Xo'sh. Endi bularni kumtasini kontrolini turib, ko'pni talab oldim. Shunaqa? Ko'p emin salindi-ku? Endi buningki ma go'shiz kirib, ma duychiga o'rindan ratlab beraman. Bu yerdan orlig'i tap-tash bo'lsin, ha? Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi tub-tuz liniya bo'yicha ratlab beraman. Ratlandimi bu? Buni endi keyishini ichida ma kujikni besyaptim. Kujib bo'ldim. Yo'ta buni kujimayman hozir. Nima qilgan vaqtda harakat yo'q mana unda. Men oldingi degan birinchi kelib, men challenge-ni men donzonni bosdim. Anadan keyin bu yerdan oldingisini kerakligini berdim. Oxirlashtirishnikiga bu yerdan men oxirlashtirishni berdim. Mundarija deganga bu yerdan ikkinchi betni tanlab berma. Ma'quldan keyin men keyin ko'pchilik urgan ko'rdingizmi? İkinci betim uçuşuğu. Başbet yenge. Bu yerden birincisini alab bersem mi? Yagunsa mı? Azık yerden mi? Birinci betim ne talab bersem mi? Bulağı. Düşünüyorsunuz mu? Keyingisi. Keyingisi muşuşu, ha? Şuna koy. Bunda o zaman aldığınızın kaysa ketmeden. Aldığınızını yürütme. Endi mana muvofiq to'g'rilaman ikki yoqqa. Mana chiqsin. Kontrolni bes turib, ko'pni tanlab, bularni orliqni tanishib o'tay. Orliqni tanishib o'tdim. Endi buni bir guruhlab qo'yay. Guruhlab qo'ydim. Andan keyin buni ko'chirib oldim. Uchinchi ekladim, chapladim. Chaplasam ne o'ylasa shu o'z o'rnini chaplashib, tushundingizmi? Hareket etsang bo'ladi. Yo'q, hareket etmasang bo'ladi. Hareketini billa chapchidi. Lekin mayat bermasi hozir, men hareketini sinab boqilay. Qanday degan vaqtda biz buni guruh ekan. Oldin qilsa, marhamat, oxirlashtirish. Mana bo'pti. Sal ustiga chiqay, ha? Mayga chiqsin. Mayga chiqsin bo'ldi men. Tushundingmi? Endi buniki men guruhni tutib ko'chirib oldim, mana kelib chapladim. Buni kelib chapladim, mana kelib chapladim. Hammasiga o'tib chaplayman endi. En astiga bir betni yemini qurdim. Qurib, buningga mushni talab beray. Mayaga Şöyle rahmetin xil mayiz qo'ydim, ha? Bunlar bo'lsin. Buningga bu chala qo'yaman xatni. Ma kunkularni. Bo'ldimi? Endi bularni biz udara tarqanish uchun batni qisib qo'yamiz astiga. Charo kirib, xondoga bilan xon kirdik. Endi bundan ismi shu xondoga bilan xon mushug'i. Buni bir besatib, mashaylan qistirdi. Hammasi qistir. Mana nima. Endi bu mundariz kirmisin, ha?
Ana mush mundazin shekini elbette mush nöbet bir bat bilan işletimiz. Agar mana tushunib bu yungin bessangiz hammasini elib keladi. Yungin basın nöbet bir bat elib keladi. Tushundingizmi? Mana ki qitqini bunlar mana qitni endi bir chiqib boqay. Endi chiqmabdi. Unda bo'lsa mana bir chiqib boqay. Tutqan de. Teksten kısmı tallak kontaksın dil numarasının 3 iş bulun. Şanız mı? Xat o'yib chiqib undan boshlansin. Endi buni tanishib mana xat kichikroq bo'lsin. Endi qo'yib ko'rib boqlay, ha? Endi chiqdi-ku. Marhamat masluq. Mana qani ikkinchi bet qo'yma bu. Xo'sh. Keyingi masım 3 nima o'tdimi? Oldingi masım 2 chiqdimi? Unda bo'lsa yana boshqa masım marhamat qaytdimi? Keyingisi mesela meni yurdi. Oxirlashim besib oxirlashib endi. Endi men mundarajda yana bundan narsa olmaydi. Kompyuter degan nima deganni tanlab oldim. Buning uchun ham kompyuter degan nima degan batni ulab berishim to'g'ri keldi. Ya'ni kompyuter degan nima degan xat tanlab olgandan keyin men charonchi nima donzon bosgandan keyin ma'no ko'zdan chiqdi. Ya'ni donzor sheji. Buning uchun men challenge davdim besib ostidan Fanofyan degan 3 ta chiqdi va ma'ni bosdim kompyuter degan nima mushug'i. Buni ulab bo'ldim. Hamda keyingisi kompyuterning ishlatilishi. Buni o'xshashlar mushtart bo'yicha ulayman, ha? Mushu. Kompüter olunishi, bunimi olib berdim. Kompüter bizga nimalar keldi? Bunimi yana tartib bo'yicha olib berdim. Kompüter to'g'ri foydalanish. Kompüterga uchur. Ma'lum. Endi ko'rgingiz rahmat degan buni ulab bermasak bo'la buni. Endi mana hammasini tanlab ossiz qolmaydi. Turaversin. Endi mana qo'ydim. Qo'ygan keyin chiqdimi? Naridan bosdim. Endi buning ichidan kompyuter olmishgan bosdim. Mana batimni qarang, ha? Boshqancha 5 mega ulandim bu. Undan so'ng bunday qaytdim. Kompüter bizga nimalar kelgan bosdim. 6 mega qaytdimi? Endi kompüter uchur. Yana buni bosdim. Yana 8 qaytdimi? 8 chiqdimi bu? Yana bunday qaytdik. Mo'shni o'xshash ulab ishlatishga bo'ldi. Tushundingizmi? Xuddi bir yumshoq dalni ko'rincha chiqdi bu. Endi sizniki ishlagan narsangizniki murakkab bo'lishi talab qilinmaydi. Lekin oddiy ozoda erkin chiroyli sipcha chiqsin. Cho'ng shimoq chiqiring, o'rlashtirishni rasm qiling, rangni joyida tanlang. Bakkalar qilib mujmal qilib bir muncha bir narsani chiqarishning hojati yo'q. Tushundingizmi? Unda bo'lsa yana buni oxirlashtirib har bir batni ishlatishga bir 60 uning bir bakamdoq. Ma chayqandin, mashaqqat buniki, ha? Buningdan mashhur bir shakl batdi. Buloqdek.
Mana bo'lsin. Ikkinchisi. İkincisi. Yaman setkem abi. Mana bo'lsin. Üçüncüsü. Buna tutsun. Dördüncüsü. Mana şey çıksın. Beşincisi. Mana çıksın. Altıncısı. Mana bo'lsin. Yettincisi. Mana bo'lsin. Sakkizincisi. Mana biz 5 ish bo'lgan. To'qqizinchisi. Mana bo'lsin. O'ninchisi. Mana bo'lsin. 11-chi. Bu yo'q, shunaqa. Shundan tugadi. Ana buni qo'yib kirib boqadi. Eshitdingmi va? Ana marhamatim basdiq. Bu mana chiqdimi? Yana men boshqa qaytib boqli. Eshitdingmi? Shuna marhamat basdiq. Buning ichidan ma u kompaniya degan nima degan harakati ya. Ma kompaniya ishlaydigan harakati mana sanoq shaklda yana. Endi bunday daraja kompaniya umlish deganniki mandagalikqa bunday fikrlaydi. Endi bunday daraja kompaniya bizlarga nimadan imkon degan harakati bumi yana mana kelib chiqdi. Endi bunday qaytdiq kompaniya to'g'ri foydalanish. Buningga xuddi varaqni sutni varaqni og'inachi chiqdi-ku nima? Bunun keyingisi kompaniya o'sha. Buningga xuddi o'tirdan shalom kirgan chiqdi. Mana chiqdi. Yana onun keyingisi ham tugaydi. Tushundingizmi? Shundan men tugaydi. Ishlab boqamsizlar.